Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaka Rosa Washington'da sözleyimiz. Bugünkü İstağış 2019 yıl 12. ayının 12. günü heptiki Perşembe. Vaziyet doğrusu da bir kelime sözlesek hazır kelgen haber. Yani Amerika New York Wall Kutsi gazetinin haberde Amerika matbuatları dedi ki Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti 15. günü Cungo'ga qo'yiladigan bojni amaldan qoldirish hem shundaqla asli qo'yilayotgan bojni ham yerimasi kamaytish to'g'risida qaror qabul qildi dedi. Demek ki devlet o'rtasidagi kelishim imzolanishi mumkinmi? Buni xabarni ko'rib bo'lgandan keyin bir nima deymiz? Onun üstüge Amerika Qo'shma Shtatları şu derecede yol koygan bolsa, Jungo hükümeti zaten nimede qanchalik yol koydu. Bu sualını hazır koysak, cevabı kerak. Keyinchilati o'ttirg'i chiqishi mumkin. Qaraganda bu vaziyatning eng yuqori, yani kulminatsiya nuqtasiga berib yetib, keyingi yanğanlığı bulup hesaplanadi. Bundan ki iki devletlerin münasebetinde qandaq özgürlüş bo'ladi? Siz bilen biz davamlı diqqat qiladigan ish bo'lib qoldi vatandaş. Endiki mavzumundaq. Senatör Marco Rubio Amerika sanoat siyosati belgilab, Jungo'ning xaraslariga taqobil turish kerak dedi. Mavzuda xabar 12 ayning 11 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qildi. Haber mındak başlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Kengash Palatasi Senatör Marco Rubio haftanın 2. günü 12. ayının 10. günü, yani 12. ayının 10. günü Amerika sanoat siyosati belgilab, Jungo'ning xiraslariga taqobil turish kerak deb ko'rsatdi. Cumhuriyetçiler Partisi'nin a'zosi senatörü Marco Rubio Devlet Müdafaa Üniversitesi'de Amerika'nın sanoat siyosati ve Jungo'nun baş götürüşü mavzusu boyunca nutq so'zlab, totalitarizm, yani hayviylik hukuk bilan baş götürgen Jungo 2. Dünya urushidan keyin xalqaro tartib ve Amerikaga tahdid paydo qildi deb ko'rsatdi. Ve Amerika'nın sanoat siyosati tuzishdan muhimligini bayon qildi. Senatör Rubio, Marco Rubio burun ko'p so'rinlarda bunda ko'rsatgan. Amerika'nın iqtisod siyosati maqsadchanligi ega siyosat bo'lishi lozim. Erkin bozor orqali shirkatlarning foydasini kamaytirishni ta'kidlab yurmaslik kerak. Sosyalistik planlık iqtisod egiligi bilan shug'ullangan Jungo'ga o'xshamaydigan yeri. Bozor iqtisodini hurmat qilgan Amerikaning sanoat siyosati bo'lmay turib, keldi. Cumhuriyetçiler Partisi'nin a'zosi Marco Rubio bir qancha qatam Jungo bilan qarshilashish uchun Amerikaning o'zining sanoat siyosati bo'lishi kerak deb botirib qo'ydi. Senatör Marco Rubio haftanın 2. günü, yani 12. ayının 10. günü nutq so'zlaganda bunday ko'rsatdi. Bozor shundoq deydi ki, qisqa muddatga foydani ko'zlab, Jungo'ning Amerika shirkatlariga qo'ygan talablariga bo'ysunish Amerika shirkatlarining Jungo shirkatlariga mablag' selishilikan siyosat belgilaydiganlar avval o'ylaydigan masala shu ediki, ishlab chiqarishni yoki sanoatni uzun muddatgacha Jungo'ga topshirib berish oqibatni o'ylamagan qaramliqmi nima? Amerika mablag' solg'uvchi shirkatlari Amerikaning aqliy mulk huquqlarini o'g'irlagan, kishilik huquqqa tajovuz qilgan, Amerikaga taqobil turadigan, qurollarni taraqqiy qildirayotgan Jungo shirkatlariga mablag' selishi kerakmi yo'q?
Senatör Marco Rubio mundaq görsetdi, bez oyğunap. Mundaq bir paketni gördük. Amerika qattiq uxlayotgan bir paytda Cumhuriyet Kompartiyasi taraqqiy qilib, bizning gullanishimiz, erkinligimiz, bexatarligimiz duch kelgan qosh bilan kirpik orasidagi zo'r tahdidga aylandi. Moşu bir abzas sözü bundan keyingi Cumhuriyet'in Amerika'dan Cumhuriyet siyasi bo'ladi deb faraz qila olamsiz vatandaş? Bir tasavvur qilib ko'ring. Hazır bu Cumhuriyet'in zaten qandaq Cumhuriyet hazır kundagi maqsadining nima ekanligini senatör Marco Rubio moşu bir abzasda xulosalabdi. Men bu leksiyani moşu bir abzas uchun tayyorladim. Oxirida alan vatandaş. Senatör Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Devlet alqıgan şirketler yana tirset karxanalar payda oluşup Amerika'nın menfaatiga bağlı hizmetlerini Cumhuriyet kötüre berdi. Belki Amerika'da siyaset belgeleydi Allah bundaq hareketlerine ilham bergen idi. Senatör Marco Rubio mundaq ko'rsatdi, gerçi belki hakikaten şundaqdır. Cumhuriyet prensiplarga xiloflik qildi yoki Cumhuriyet Amerikaning tartiblariga qarshi adolatsiz raqobatga qatnashdi. Lekin haqiqiy xirisni qaysi bir sodiq kelishimiga tayinib hal qilg'ili bo'lmaydi. Anladingizmi? Lekin haqiqiy xirisni qaysi bir sodiq kelishimiga tayinib hal qilg'ili bo'lmaydi. Bu negizli xiris shuki, Cumhuriyet sen insoniyatning qadr qimmatini, erkinligini hurmatlamaymi yoki Xudoga ishonmay turibmi? Jamiyatni gullantirib, kishilarni xotirjam qilib, qudratli davlat qurg'ili bo'ladi deydigan gaplarini isbotlamoqchi bo'lyapti. Bu gaplar Cumhuriyet'nin gapları cuma. Şu gaplarını bugün Cumhuriyet ispatlamoqchi bo'lyapti. Cumhuriyet'nin xiristiriga duch kelganda senatör Rubio mundaq loyiha o'tirib qo'ydi. 21-asrda Amerikaning sanoat siyosatini qo'llash. O mundaq ko'rsatdi. Amerika shirkatlarining duch kelgan, herkes Cumhuriyet'da qurilgan xususiy shirkatlar emas. Belki Cumhuriyet Kompartiyasi hükümetidir. Yani nayet çoğun ve nayet zor bir devlet. Cumhuriyet baştan ahir izchil siyaset belgelep, avatsiya, kuant, hesaplaş maşinesi, sanat, üsküne əslahaları sahaları boyunca özüne yer şarının rəhbərlik ornu koymakçı bulunmalıdır. Rahmet canım bu. Özüne yer şarının rəhbərlik oruna koymakçı bulunmalıdır. Senatör Nutuk söz degende takabıl duruşta qandaq qanat yaydırış doğrusu fikir bayan kılmadı. Lekin senatör Marco Rubio Amerika 2. Dünya urushidan keyin Amerika xususiylar bilan birlashish orqali davlatning bexatarligini va manfaatini qandoq ilgari surganligini tilga olib, serak to'pini misol qilib, bozorning halqılık sanoatini qo'g'dishi va davlat manfaati jihatdagi yetersizliklarni tushuntirib o'tdi. Kengash palatasi Kichik tipli shirkatlar komitetining raisi senatör Marco Rubio mundaq masalani o'tirib qo'ydi. Islohot orqali kichik o'rta shirkatlarning avatsiya, temir yo'l, elektron uçur aloqa va yezgiligini mashinlashtirish sanoat sohalariga mablag' solishiga ilhom berdi. Senatör Marco Rubio mundaq ko'rsatdi. Obro'li ish, xizmat o'rinlari necha 10 yillardan beri Amerikada o'rta burjuaziyaning yadroli xizmati bo'lib keldi. Agar obro'li xizmatlardan ayrilib qoladigan bo'lsak, bo'libmi erlar qiladigan obro'li xizmatlardan ayrilib qoladigan bo'lsak, davlatning to'rigi og'dirilib ketgan bo'ladi. Bizning aholi o'ltiraq jamiyatlarimiz, ya'ni jamiyatlashish xaroblashidir. Aile cemiyet gumran buludu.
toy kılışış, nikahlaşış tüvellep gidiyor. Bizden milletimizin ruhu yemirlidir. İnsanlarda bolsun vatandaşlar biz vakit çıkarmış abzasını tahlil kılımız vatandaşa.